Davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni faqatgina diplomatik aloqalar emas, balki ta'lim ham belgilaydi. Turkiya oliy ta'lim muassasalari konsulligi hisoblangan OVA akademiyasi hamda Istanbul Kent universiteti hamkorligida ta'lim ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Çok güzel bir soru öncelikle. Bir kere Özbekistan'da olmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İstanbul Kent Üniversitesi bir kere İstanbul'da. İkincisi İstanbul'un kalbinde, merkezinde, Taksim'de ve Kağıthane'de. Avvalo O'zbekistonda bo'lganimdan juda ham xursandman. Juda yaxshi savol berdingiz. Istanbul Kent Universiteti nima sababli? Chunki Istanbul Kent Universiteti bu Istanbulning qoq markazida, qalbida joylashgan. OVA Akademiya O'zbekiston Toshkentda ochilgan kundan beri qo'ldan kelguncha O'zbekiston bilan turk talabalari orasida, Turkiyadagi universitetlar orasida ko'pir bo'lishga harakat qilyapti. O'tgan yilda biz 200 tadan ko'p talabaga bepul talabalarning hech bir xizmat puli olmasdan sirazu universitetlarga kirgizishga harakat qildik. Universitet tomonidan ikki xil diplom beriladi. Bu o'sha ma'lum va xalqaro diplomlar. Bu diplomlar bilan kelajakda masalan Amerika davlatlari, Yevropa davlatlari, O'zbekiston yoki bo'lmasam Turkiyaning o'zida ham bemalol ishlash, malaka oshirish imkoniyatini beradigan diplomlar hisoblanadi.